Doktorlar qilmayli, bo'ldi, tashlanglar degan joyida mana men boshlaganman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, olimpiada sovrindorisiz. Aka, xudo xolasa Namanganda mayda o'tkaziladigan turnirda biz sizni ham ko'rishimiz mumkinmi? Yo'q, men o'zim murabbiyman. Xudo xolasa, shogirdlarim chiqyapti, shogirdlarni chiqaramiz. Aka, mana olimpiada sovrindorisiz. Sovrinni olganingizda ichingizda qanaqa hissiyotlar o'tgan? Endi uni til bilan ta'riflab bera olmaysiz, chunki u yerda o'sha 20 yillik, 25 yillik, 15 yillik mehnatlar yotibdi-da. Travmalar bor, vizagonkalar bor, kelishmovchiliklar bor. Hammasini yutib, olimpiada bizani o'sha sportchilarni eng cho'qqi natijamizda. Erishganda butun charchog'ingiz, butun umrdagi o'sha qiyinchiliklar esdan chiqib ketadi. U xursandchilikni tilga ifodalab bo'lmaydi. Kurashchining oltin qoidasi. Disiplina va kuchli mehnat qilish kerak. O'z ustiga ishlash kerak, tinimsiz. Lekin sportda travmalar juda ko'p bo'ladi. Bularni qanaqa qilib yengsa bo'ladi? Xarakter. Eng zo'r formadaligida обязательно travmasi bo'ladi. Sportchi har doim formada bo'ladimi, bo'lmaydimi, travma bilan birgalikda bo'ladi. Travmasiz sportchi yo'q, professional sportchi. Barcha sportchilarga travmasi bormi, doktorlar qilmayli, bo'ldi, tashlanglar degan joyida mana men boshlaganman. Bo'ldi, sport esingdan chiqar degan joyida shu xarakterda boshlab 2006 dan beri 2022-yilda to'xtatdim. Akalar, biz bilan olimpiada sovrindori Ixtiyor akam bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Akam atmetga qilib qo'yaman. Hammalaring o'tib, kurash bilan, sport bilan shug'ullanmoqchi bo'lsalaring, bemalol e'tibor bersalaring bo'ladi. Akajon, sizga rahmat, samimiy savollaringizga javob bergansiz. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Rahmat. Omad bolalar.